Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Voy tavba, o'zi semirib yotibdi-ku, ozish haqida gapirishga nima bor ekan deyapsizmi? Faqat to'g'risini ayting. Ha, xuddi shunday, siz ko'rgandek semiz edim. Sizga semirish tariximni aytib beraman. Bundan avval o'zimni tanishtirib o'tsam. Men 2 yillik tajribaga ega oliy toifali dietolog Xolida Berdiyorova bo'laman. Bu sohaga o'zimdagi ortiqcha vazn tufayli kirganman. 2 marta semizlikni yengdim. Meni shu vaziyatga tushgan insonlargina tushunadi. Do'konlarda o'zingizga mos razmer topolmaslik, odamlarni gap-so'zlari, o'zingizdan ko'nglingiz to'lmasligi, oynaga qaragingiz kelmasligi, ozg'in ko'rinaman deb to'q rangli kiyimlar kiyish va hokazo. Birinchi marta 86 kilogramdan 62 kilogramgacha. Ikkinchi marta 102 kilogramdan 62 kilogramgacha tushdim. Maqsadimdagi kilogramga yetishga biroz qoldi. O'rtog'im aytgandek, naq 3 xonali songa aylanib qolgandim homilador vaqtimda. Ortiqcha vazndan xalos bo'lgandan keyin rosa mazza qilasiz. Tanangiz yengil bo'ladi. Oynaga qaragingiz